Ana aziz obunachilar 20 daqiqa o'tdi. Tayyor bo'lgan mana pulga qora qo'shamiz. Og'zigacha to'ldirdik aziz obunachilar. E'tibor qilasizlar. 20 litr fulvi bo'ldi, tayyor. Assalomu alaykum. Limonariya Citrus ommaviy kanali a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Bu yerda hozir asosan ozgina konsultatsiya va siz azizlarga e'lon beramiz. E'lon bermoqchimiz aziz obunachilar. O'zbekiston bo'ylab abreskalarni boshladik. Sifatli abreskalarni qilib bermoqchi biz O'zbekistonga. Ko'chat borasida mana bizda ham bor ekan, mana kivi kasallik deyiladi, mana kivi kasallik emas aslida bu. Buni trips chaqqan. Aziz obunachilar, mana boshlanishi, buni olib tashlaymiz. Bu yuqumli, olib tashlaymiz. Ichida mana ko'ryapsizlar, mana ichini ochib ko'rsataman. Ichi hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi bunda. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa mana sachrashini. Ichi hech qanaqa o'zgarishi bo'lmaydi. Faqat mana bu qora bo'ladi, mana ketmayapti, ko'ryapsizlar? Mana qora bo'ladi, ketmaydi buni qirganda ham. Buni trips cho'qib qo'yadi va teplitsani ichida havo aynalmagan paytda mana shunaqa holat bo'ladi. Mana biz topib ko'rsatdik aziz obunachilar. Bizda ham bor ekan bitta-ikkita. Mana bu mana boshqa narsa mana. Bugun Baykal sepdik, o'sha Baykal yana sepdik. Fulvi. Mana. Aziz obunachilar. O'zbekiston bo'ylab abreskaga chiqmoqchi bo'lyapmiz aziz obunachilar. Hozir Surxondaryo tomonda bitta akamiz 80 ta aytganlar aziz obunachilar. Yana bitta akamiz Qashqadaryodan 40 ta aytganlar. Yana bitta akamiz hozir Sirdaryodan aytganlar 40 ta. Yana bitta akamiz Bekoboddan 80 ta aytganlar. Asosan Farg'ona, Namangan, Andijon tomonlarda ham zakazlarimiz bor. Qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa bizga sizlarga borishimizga yaxshi bo'ladi. Hosildorligi yaxshi bo'lishini xohlasangizlar, abreska sohasini yaxshi qilib beramiz aziz obunachilar. Hech qanaqa kamchilik bo'lmaydi. Bu narsadan ko'ngillarsiz to'q bo'lsa ham bo'ladi. Mana stvoliga e'tibor qilamiz. Stvoli juda ham katta emas aziz obunachilar. Stvoli 2009-yil ekilgan. Men asosan bu yilni past qilaman degandim. Bu yildan o'jana yuqorida hosil qildiryapman. Ana ko'ryapsizlar. Mana hosilxona yuqorida turibdi. Hozir bu 2 metrli limon bo'lgan. Sekin-sekin yuqorilarga ham hosil qildiryapman. Buni bo'yi pakana. 1.20 atrofida bo'yi bor buni. Mana chunki hosilxona ancha balandda. O'rtada mana stoyka 2 metr 2.10 atrofida qo'yilgan. Mana stoyka bilan baravar, mana stoykada. Mana tegib turibdi. Yuqorida mana hosil qilishni boshlagan. Keyingi yilga yanada ko'proq hosilni ko'paytiraman aziz obunachilar. Sababi limonni qancha bo'yini o'stirsangiz, shunchalik hosili ko'p bo'lar ekan. Tajribada bu narsani sinab ko'rdik va sinovimiz o'zini oqladi aziz obunachilar.
baland qismlariga ham hosil qilish qo'laymiz. Hozir bu e'lon ko'rsatuv hisoblanadi. Kim agar obrizka qilishni xohlasa, bemalol nomerlarimizga bog'lanib zakaz qildirishi mumkin. Borib, chiroyli obrizkasini qilib beramiz aziz obunachilar. Hosilidan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Inshaalloh hosili zo'r bo'ladi. Ichida konsultatsiya, limonni o'stirish, jamiki narsalar bo'lsa, konsultatsiyalarni ham beramiz aziz obunachilar. Bir-birimizga, ya'ni siz bizga, biz sizga yordam qilsak, hozirgi paytda aziz obunachilar, nur ustiga a'lo bo'ladi. Ya'ni birdamlikda hamjihatlikda ishlasak, aziz obunachilar, hosildorligimiz avjida bo'ladi. Mana shu hozir ko'rib turganlaringiz bitta limonning hosili, mana shu yoqlargacha ketgan, mana novdasi, mana hech qanday yerda bu yerda boshqa limonniki deb yo'q, mana bitta limonda shunaqa, mana yiqilib qolgan, shu uchun mana ipda bu arqonda bog'langan, ko'tarilgan. Hozir bu narsani ko'taradigan bo'lsak, kamida 50 kilo hosili bor, mana. Ko'ryapsizlar? Imkoni yo'q, men hozir ko'tara olmayman, chunki bu narsa mana bu sim yordamida ko'tarib turibdi. Mana shu bitta novdadan chiqqan, mana aziz obunachilar, mana shu novdadan, mana shundan ketgan, mana 3 ta bo'lib ketgan. Ya'ni obrizka qilgan paytimizda adashmaganmiz, mana aziz obunachilar. Mana bitta novdadan shuncha hosil berib turibdi, ana. Pastdan ko'rsatsam ko'rinsa kerak, mana aziz obunachilar. Mana. Ya'ni inshaalloh obrizkasida adashmaganmiz. Yana bu yog'iga ham bor, yuqori qismida ham mana hosillari bor. Marvaridday so'p turibdi, aziz obunachilar. Mana keyingi novda esa mana har bitta novda mana bu yerdan chiqqan, mana ko'ryapsizlar, mana bu tomonda hosili bor. Mana bu yerlarda hosili bor, mana pastki qismda. Va mana bu yerlarda bitta novda mana shu. Ana shu novdadan chiqqan. Shuncha hosil beryapti. Ya'ni qanday bunday bo'lishi mumkin degan savol sizda tabiiyki tug'iladi. Mana bunday kichik novda, ya'ni 1 yillik ona novda o'zidan hosil ajratgan, mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana ko'rinadigan bo'lsa, mana 1 yillik ona novda. Mana. Va hammasida barisida mana bitta asosiy novda bor, ana. Asosiy novda, ikkita mana 3 ta o'zi asosiy novda. O'zi asli o'zagi mana bittadan chiqqan, mana bitta novda, mana. Mana shu novdadan chiqib kelgan, mana. Mana shunda. Boshqalarda ham mana bitta novdadan chiqqan, mana hosili. Mana bu yoqqacha ketgan, mana. Ya'ni o'zi bu limonda 100 kilodan ziyod hosil bor. Allohga shukr. Alhamdulillah. Ishlarimiz rivoj bersin inshaalloh Alloh. Men ham shuni xohlayapmanki, O'zbekistonda barcha dehqonlarimizda hosildorlik jihatdan hech kimdan qolishini xohlamayman, aziz obunachilar. Shuning uchun sifatli obrizka bo'lishini xohlayman. Bu yerda pul, boshqa narsa tekinga bo'lmaydi-yu, lekin asosiy dehqonlarning manfaati bo'lishini xohlayman. Sababi yana takrorlab o'taman, dehqon boy bo'lsa, ham davlatga foydasi bor, ham bizga foydasi bor, ham sizga foydasi bor. Asosiy maqsad shu sohani rivojlantirish. Shu sohada oldiniga siljish. Bir-birimiz poddesha qilamiz, masalan, bu narsani keng tarqalish uchun like, podpiska bo'lsangizlar, ko'pchilik ko'radi. Ya'ni platforma bo'ladi, YouTube kanalida. Men masalan bundan pul ishlamayman, boshqa qilmayman. Lekin bunda platforma bo'ladi. Platformaga qancha like bo'silsa, shuncha prosmotr ko'p bo'lsa, ko'pchilik ko'rish imkoniyati bo'ladi. Misol, videoni chiqarsa, biron kishi ko'rmasa, video turaveradi. Qachonki like, podpiska bo'lgandan keyin, aziz obunachilar, shunchalik
ko'payib ketaveradi. Aziz obunachilar, mana bu tomonni ham ko'rsatib o'tay. Bir tomonni ko'rsatdi, hosili bir tomonda ekan deb o'ylamasizlar. Mana har bitta nodasida mana hosili bu. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, hali ham buni bahorda agrotexnikalarni qila olmaganmiz akalar. Chunki o'sha Rossiya Federatsiyasiga ketganimiz asosiy maqsad yilda bir marta chaqiradi, agrotexnikalarni qilib ko'rsatish uchun zakaz qiladi aziz obunachilar. Va shu sababli komandirovchni 3 oy, 4 oy atrofida ketamiz. Ularga konsultatsiya berib, tushunchasini berib, shu limon sohasida qaytamiz. Yaxshi, yomon emas. Masalan, beradigan puli yo boshqasi, Allohga shukr. Ko'pchilik Rossiyada bor mardikorlik qilasan, boshqa qilasan degan joyi bo'lgan. Hozir bo'ldi kechagi videoda kim chiqarganini aytmayman. Ishimizga buni nima daxli bor deb o'ylashlaringiz mumkin. Ko'pchilik negativ bo'ladi. Yo'q, hech qanaqa bu ishimizga yoki videomizga hech qanaqa daxli yo'q. Demoqchimanki, hamma inson mehnat ketidan nimagadir erishadi. Mehnat qilmasdan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Tog'ning ustiga chiqish uchun qadam bosib, harakat qilib, cho'qqiga chiqiladi. Prosta tak o'sha yuqoriga chiqqan alpinistdan ham birinchi bo'lib chiqib, keyin sheriklariga arqon tashab yordam qiladi. Hech kim cho'qqini ustida paydo bo'lmaydi aziz obunachilar. Cho'qqiga chiqish uchun shu sohada mukammal o'rganib va o'rgangandan keyin to'xtalibgina qolmay, boshqa bir dehqon akalar yoki birodarlarimizga yordam qilib, shu sohani o'rgatib, shu narsaga mehr qo'ydirib va shu narsa bilan faoliyatini boshlashiga turtki bo'lsak, aziz obunachilar, katta savobga erishgan bo'lamiz va o'zimiz ham bu narsadan g'ururlanmaymiz. G'ururlanish bu yomon narsa. Bu narsadan qalbimiz taskin topadi aziz obunachilar. Kimgadir foydangiz tegsa, bu narsa juda ham katta bir inson uchun innovatsiya desam bo'ladimi? Yorqinlik, ruhiyat ko'tariladi. Yanada oldinga siljish uchun katta turtki bo'ladi. Konsultatsiya yoki abreska bo'ladigan bo'lsa, 12 ta viloyat qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar abreska zakazlarni qabul qilamiz. Biz siz uchun ishlaymiz. Ishlaringizda omad, sizlarni poddeska kutamiz. Ya'ni masalan, shu narsani like bosib, podpiska bosib, bilmadim nima qilish kerakini bilmadim. Shu videoni kerakli darajada o'z egalariga yetib borib, shu sohada nimalargadir erishishlarga poddeska qilasizlar degan umiddaman. Ruhiyatni ko'taramiz. Inson qilganni inson qiladi. Buni siz ham qilasiz. Bunga ishoning. Limonera Citrus kanali doim siz bilan. Ishlaringizda omad, salomat bo'ling. Doim xizmatingiz